Assalomu alaykum hurmatli advokatlar. Endilikda toshturmaga kirib chiqish uchun elektron ruxsatnoma olish kerak bo'ladi. Bu e-advokat orqali amalga oshirish mumkin. Buni qanday amalga oshirish kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Va shu muhimki, siz mana shu orderlarni himoyangiz ostidagi shaxsning pasport, JSHR ma'lumotlari asosida shakllantirgan bo'lishingiz kerak. Endi mana shu ruxsatnomani qanday olish kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab biz e-advokat platformasidagi o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kirib olamiz. Demak, mana biz bu yerda mana orderlar bo'limi bor va shaxsiy orderlar bo'limiga kiramiz. Demak, mana orderlarimiz ko'rinib turibdi. Mana shu yerda ko'z shakli bor. Mana shu ko'z shaklini bosib kirib olamiz. Demak, mana tepada bo'limlar bor. Mana shu bo'limda mana jazoni ijro etish muassasasida uchrashuvlar bo'limi. Mana shunga kiramiz. Va bu yerda biz uchrashuvlar sanasini belgilaymiz. Misol uchun ertaga 14-iyul kuni belgilamoqchimiz. Bo'sh vaqtlarni ko'ramiz. Mana ko'rganimizda demak bo'sh xona va vaqt yo'q deb ko'rsatyapti. Demak, keyingi kunlarni ko'ramiz. Demak, 15-kuni. Demak, bo'sh vaqtlarni ko'ramiz. Demak, bu yerda mana bo'sh xonalar va bo'sh vaqtlar belgilangan. Mana bu yerda bemalol ko'rishimiz mumkin. Demak, misol uchun mana 36-xonada ikkita bo'sh vaqt oralig'i mavjud ekan. Mana shulardan bittasini tanlaymiz. O'zimizga ma'qul keladigan. Misol uchun 14:51. 14 va 51 va 15:20 ekan. 15 mana 20. Mana belgiladik. Ruxsatnoma olishni bosdik. Demak, mana ruxsatnoma shakllantirildi. Va ruxsatnomamiz mana tasdiqlangan holatda turibdi. Demak, jazoni ijro etish muassasasi tomonidan tasdiqlangan. Va mana yuklab olish tugmasini bosamiz. Demak, mana bizga ruxsatnoma shakllantirildi. Demak, biz uchrashadigan himoya ostidagi shaxs, ism, familiyasi, JSHR ma'lumotlari, tug'ilgan haqida ma'lumotnoma, demak, qaysi xonada, qaysi vaqtda uchrashishimiz ko'rsatib o'tilyapti. Demak, tagida eslatma turibdi. Demak, uchrashuv belgilangan vaqtdan 20 daqiqa kechiktirilsa, ruxsatnoma tizim orqali avtomatik ravishda bekor qilinishi ham eslatma sifatida ko'rsatilyapti. Demak, mana shunday tartibda ruxsatnoma shakllantiriladi. Endi agar siz mabodo bora olmaydigan taqdiringizda ushbu ruxsatnomani siz o'zingiz bekor qilishingiz mumkin. Demak, e-advokat platformasida mana oxirida demak amallarda bekor qilish tugmasi bor. Mana shu bekor qilish tugmasini bosib, bu yerda bekor qilish sababini yozasiz. Demak, balki rejangiz o'zgarib qolganda, balki sud ishi bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun mana sud majlisi bor yoki sud majlisi sababli bekor qilish tugmasini mana bosdik. Demak, mana advokat tomonidan bekor qilingan turibdi. Demak, mana shunday tartibda siz toshturmaga kirish uchun ruxsatnomalarni olishingiz mumkin va mana shunday tartibda bekor qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.